Assalomu alaykum hammaga, yapon do'st birodarlar. Bugungi ishlar bilan bitta tanishtirib o'tib ketaman. Bu yerda BYD chempion mashinasini bolalar zamena masla qilib berishyapti. Bu yerda bo'lsa BYD chempion mashinasiga tagiga polni temir zashitni tagiga qo'yib berishyapti. Bu zashitimiz motorni atsek, batareyka atseklar bilan polni yopadi. Ko'chada turgan BYD chempionimizni batareyka yo'nqislarini ko'rib diagnostika qilib beramiz. Xudo xolasa. Ko'rasizlar, xudo xolasa ishlamizda Yunusobod Chilonzorda ishlarimiz bo'pti. Telefon raqamlarini bilasizlar, profilda bor. Chempion mashinasiga tagiga temir zashitni qo'ydik. Ko'rinib turgan bo'lsa, zashitning oldiga bu batareykasiga qalam, mana cho'tki qalinligini ham ko'rsatib ketaman. Mana qo'llar siz qayrilmaydi, lekin ideal. Xudo xolasa vallahi polni qotirib berishyapti. Bu orqachasini batareyaga qotirib chiroyli qilib berishadi. Zashitlar kerak bo'lsa, hamma modelga bor, BYD'ning hamma modeliga. Ko'rasizlar, xudo xolasa olib kelib qo'yganmiz-da. Chiroyli qilib ishlab yetkazib beramiz. Chempionni olib kirdik. Bu chempionimizning probegi, yurgan probegi 65,000 kilometr. 65,000 kilometrda batareykani yo'nqisi keladigan bo'lsak, 96 yo'nqis turibdi, 67 mashina yurib beradigan quvvati. Mana ichida har bitta voltajlarni ko'rsatyapti. Bu voltajlarning har bittasini mana bunday qilib bitta-bitta ko'rib chiqsa bo'ladi. Birinchi yecheykadan boshlab mana oxirgi yecheykacha hammasi cho'tki turibdi. Bitta mashinalar bitta-bittalar ko'rib chiqsa bo'ladi. Qaysi biri disbalans bo'lib ketganini 160 ta yecheyka hammasi ideal turibdi desa bo'ladi. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Bu yerda bo'lsa graduslari ham hammasi, temperaturalari ham zo'r turibdi. Mana har bittasi ideal holatda. Mana shunaqa batareyka tekshirib berish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol BYD avtomasterga telefon qilasizlar. Chiroyli qilib tekshirib, yo'nqislarni qarab ko'rib beramiz.